Hozirgi kunda trendda bo'lgan yana bitta musli pirojnini tayyorlanish texnikasi bilan bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu pirojnimiz uchun ham orasiga xohlagan muz va nachinka tayyorlasanglar bo'ladi. Bu pirojni uchun mangoli chiz va mango marakuyali nachinkadan foydalandim. Dumaloq silikonda qotirib olganimizdan so'ng pirojnimiz ustiga shunaqa glazur tayyorlaymiz. Buning uchun eritilgan shokoladga salat yog'i solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil massa bo'lgandan so'ng bu videoda ko'rsatilgan kabi pirojnilarimizni botirib olamiz. Shokoladimizni ozgina qotish holatiga kelgandan so'ng shunaqa qattiqroq cho'tka yordamida ustini shunaqa qirib chiqamiz. Hamma yog'iga tushirib olganimizdan so'ng tagiga savli pechenyemizni qo'yib olamiz. Pechenyelarimizni ustiga qo'yib olganimizdan so'ng ustini mango bilan bezatib olamiz. Qiziqjo'li hozirgi kunda trendda bo'lgan musli mevali pirojnilarni noldan o'rganmoqchi bo'lsanglar, sizlarni onlayn kursimga taklif qilaman. Bu turdagi trenddagi musli pirojnilarni noldan tayyorlanishini o'rganamiz. Darsimizda turli xil ta'mga ega mevali nachinkalarni o'rganamiz. Musli tayyorlanishi va pirojnilarimizni noldan bezatilishini barchasini o'rganamiz. To'liq ma'lumotni aktualnida trend muz akoshkasidan olishingiz mumkin.